Assalomu alaykum, hurmatli qadrdonlar. Demak, bizani bugungi lokatsiyamiz Samsaray mahalla fuqarolar yig'inida bo'lyapti. Toza havoni yaxshi ko'radigan akalarim uchun juda ham ajoyib variant. O'zim Parkentda turaman, shahardan uzoq joy, lekin bu yoqqa chiqib kelganimdan keyin havoni farqini sezdim. Bir odam bir mazza qiladi-yu, o'shanaqa variant. Demak, sizlarga bugun ko'rsatmoqchi bo'lgan xonadonimizni umumiy maydoni 16 sotuvni tashkil qilyapti. Mana katta planni ko'rishingiz mumkin. Bu yoqga tashqaridan ko'ramiz, hozir tabiatini ko'rishingiz mumkin. Va havoni qaranglar zo'rligini. Maktab, bog'cha, qishloq vrachlik punkti, qolaversa mana shu tepalikdan shundoq o'tiladigan bo'lsa, orqa tarafda aerobalon, ya'ni aeroplan ham bor. Bemalol uchib osmono'par joylarni ko'rish imkoniyatimiz mavjud. Sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan xonadonimizni fasad qismi xuddi shunaqa ko'rinishda hozirda. Uzunakasiga 40 metr tashkil qilyapti. Kirish uchun 3 ta eshik mavjud. Bu yoq hozir garaj qilib qo'yilgan, foydalanilyapti hozir. O'rtada asosiy kirish, orqa tarafda molxona solingan, o'sha mollar uchun mo'ljallangan kirish xodi. Sizlar bilan birgalikda ichkarini ko'rib chiqamiz. Demak, o'rtadan kiramiz. Tashqari tarafda 6 tub, 7 tub giloslari bor. Bu yoqni ko'rishimiz mumkin. Bu yoq kadastrdan tashqari hudud, o'rab qo'yilgan mevali daraxtlar bor. Kadastrdan tashqari va 16 sotikdan tashqari mana. Kiramiz. Chap qo'limizga qaraydigan bo'lsak, sizlarga aytib o'tgan molxonamiz. To'sinlari ham qalin to'sinlardan qilingan. Kelajakda buziladigan bo'lsa, materialdan bemalol foydalansa bo'ladi. Molxona bu yoqda qo'ylar uchun mo'ljallangan qo'yxona, qishga yozga qilingan o'tinxonamiz bor. Bu yoqda tandirxona, sklad, o'choqlar shu yerda turar ekan. Iminda mana shu maydonning o'zi 15 ga 17 2,5 sotuvni tashkil qiladi. Alohida bitta xo'jalik bemalol foydalansa bo'ladigan joy bu yerda. Bu yoqni kesib olib turib, bitta 2,5 sotuvga chiroyli bitta uy qurish imkoniyatimiz mavjud. Endi hovlini ko'ramiz. Demak, bu yoqda bitta birinchi xonamiz, kirishimiz bilan bitta uy. Eski pechkalar qilingan. Remont yaxshi holatda, shu eski qurilgan uylardan. Kattalar uchun yotoqxona sifatida foydalanilyapti. Shiftlarni ko'rishingiz mumkin. Mana uy butun, suyagi butun. Hech qanaqa yorilib ketgan joylari yo'q. Endi lekin meni mazza qilgan joyim mana bu tapcham bo'ldi. Bu yoqda ishkom qilib qo'yilgan ekan uzumlar. Orqa taraf ham o'tirib mazza qilib kechqurun uxlaydigan bo'lsanglar ham toza havoda ertalab turgandan svejiy qaymoqlar bo'ladi-yu, issiq nonni tiqib turib yeydigan joy ekanda. Manzarani qaranglar. Havo lekin rostdan juda ham toza, suvlari toza, gaz, svet, hamma sharoitlari bor. Narxini video davomida aytamiz. Sizlar like bilan podpiskani unutmasanglar bo'ldi. Xo'p, bu asosiy binoyimiz yashash uchun. Bu yoqda 3 ta xona, bitta ayvoni bor. Birinchi xonamizni ko'ramiz. Remontlari cho'tki holatda. Uy butun, hech qanaqa yorilib ketgan joylari yo'q. Ko'rishimiz mumkin. Uy egalari mana bunaqa portretlar qilib qo'ygan ekan bu yoqqa. Atapleniyalar tushirilgan hammasi, xonalar qishda muammo bo'lmaydi, xudo xolasa. Ikkinchi xonamizni ko'rishimiz mumkin. Bu yerdan mana mehmonlar xonasi sifatida foydalansa ham bo'ladi. Uchinchi xona lekin menga yoshligimni eslatardi, to'g'risi. Kichkinaligimizda uylarimizda remontlarda mana shunaqa yog'ochlardan foydalanilgan edi. Juda ham zo'r. Ayniqsa mana bu shkoflarni unutib bo'lmaydi. Mana shunaqa shkoflar bo'lardi. Hammada devorga shunaqa rasmlar qo'yishardi. Demak, bu 3-xonamiz. Oyog'iga kiyiveraylik.
Sizlar bilan yer maydonini birgalikda ko'rib chiqamiz. Bu yoqda ko'plab mevali daraxtlar, terak, yong'oq kabi katta daraxtlar ham bor, ko'p yillik. Yer maydonimizning umumiy ko'rinishi. Aytib o'tganimdek, teraklari bor, orqa tarafda yong'oqlari bor. Mana bu o'rtada mevali daraxtlar. Bu yoqda огородda unumli foydalanishayotgan ekan. Ya'ni bolgarskiy pomidor, bodring shunaqa narsalar ekib qo'yilgan ekan orqa tarafda. Xonadonga suv kirgan. Bu yoqda mana oshxonamiz o'tirishibdi. Instagramchi qilgan syomkamizni hozir ana redaktori jarayoni desak ham bo'ladi. Yashaylar. Xo'p. Yo'lagimiz mana. Pomidorlar mana. Oho. Mevali daraxtlarni ko'rishimiz mumkin. Olmamidi, gilosmidi, o'rikmidi, xurmo ham bormi deyman, bu xurmo daraxti menimcha. Ana achchiq giloslar. Rosa sezon payti hozir. Kompot qiladigan bo'lsalar, oho. Endi mana bu daraxt qaranglar. Alisida mushuq chiqib keladi tepadan, o'sha daraxtga o'xshaydi. Tak, огородimiz. Bu yerda teraklarimiz bor ekan. Teraklardan kelajakda qurilish qilinadigan bo'lsa, bemalol foydalansak bo'ladi. Hududda oxiri setka bilan to'silgan, u yog'i soy. Kadastrimiz xuddi shu yergacha kelgan. U yog'igacha, mana shu uy xonadongacha, oshxona xonadonigacha 50 metrcha chiqadi bu. U yog'iga yana ozgina qo'shimcha joyi bor. Soyda suv bor. Ana. Xohlasanglar bu yo'ni ferma sifatida bemalol foydalansanglar ham bo'ladi. Joy katta, hudud katta. Chiroyli bitta molxona solib turib, mollarni boqsanglar bo'ladi. Yo'q, tabiat manzarasidan maza qilib dam olaman, oilaviy dam olishga bitta joy qilamiz deydigan bo'lsanglar ham zo'r variant. Dacha qilib qo'yadigan bo'lsanglar ham bitta chiroyli, manzarali joyda o'zinglar uchun zo'r variant bo'ladi bu. O'sha yerdagi ola parselga qo'shib beriladi lekin agar oladigan bo'lsanglar. Mana anjirlari ham bor ekan bu tarafda. Anjir ko'rmadim deb aytdim. Mana anjirlari ham bor ekan. Ajoyib. Yerimiz tep-tekis. Yo, podval qismi. Podval hozir yopiq ekan, menimcha ichkarida. Endi saqlab qo'ysanglar bo'ladi o'zinglar. Narsalarni. Demak, binoimizning ko'rinishi bu yoq. Yer maydonimiz. Demak, xonadon egalari ushbu mulkimiz uchun 16 sotuvlik, kadastrda 16 sotuv, aytib o'tdim, tashqarida qo'shimcha o'ralgan joyi bor, mevali daraxtlar qilingan. Shu joyimiz uchun 60 ming so'rashyapti. Telegram kanalimizga o'tgan bo'lsalar yoki opsiyaniyada ko'rishingiz mumkin. Telefon nomerlarini aloqaga chiqib, bemalol kelib kelishtirib olsanglar bo'ladi. Bu taqalgan summa emas, kelishtirib berishadi albatta chiroyli qilib. Agar o'zingizda biron bir variant bo'ladigan bo'lsa, ya'ni bitta mulkinglar bo'ladigan bo'lsa yoki xonadoninglar bo'ladigan bo'lsa, o'rniga o'rin almashsanglar ham bo'ladi. Bunga ham ko'naverishadi. Bizdan uzoqlashmanglar. Yana sizlarga manfaatli videolarni qo'yib borishda davom etamiz. Joninglar sog' bo'lsin. Uy bor parking kanali maxsus sizlar uchun. Rahmat.